2026-yil 16-iyun sanasi Surxondaryo Denov Glazayda mana shu xonadonimiz sotiladi. Yo'lda ustiga bir qadam mana. Vobshe taksi vobshe problem bo'lmaydi. Mana svetoforga 100 metr. Qiziqqan aka-ukalar Glazay svetofor. Ha, bozordan kelishda Denov tarafdan. Bu tomondan mana Hazarbog'dan kelishda yo'lda ustida. Ko'chani aka-ukalarga bemalol hozir joyda obzor qilamiz. Bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Uyimizga kiramiz mana. Mana uydan kirgan joyda uyimiz 3 sotik. Mana uzun vayishlar qilingan. Qiziqqan aka-uka obzor qiyoring deydigan aka-ukalarimizga bitta obzor qo'yamiz uyda. Mana UPSlar o'rnatilgan 224 tanniq kelib turibdi. Mana bu mehmonxonamiz ideal qurilgan mana. Holati a'lo darajada. Mehmonxonasi endi 3 sotiklik uyga mehmonxona qilinganda bu. Mana birinchi xonasi. Ikkinchi xonasini ko'rsatamiz hozir. Mana derazalar vobshe imzodan qo'yilgan. Mana ikkinchi xonasi. Mana ikkinchi xonasi. To'la jihozlangan. Konditsionerlar ishlab turibdi. Mana bu detskiy xonasi mana. Pechkalar o'rnatilgan. Yosh bolalarga. Mana bunisi qishki oshxona. Mana xonani ham ko'rsatib beraylik qiziqqan aka-ukalarga. Mana usti tagiga bonkalarni qo'yib, mana xolodilniklar bilan tayyor turibdi. Mana bunisi yozgi oshxonasi. Ishlarni hamma narsasi jihozlangan turibdi mana. Mana bu suv 24 ga 7 chiqib turadi. Suvdan umuman muammo yo'q. Suv, gaz, svet deganlarga mana vashi bosib beradigan joy. Mana bunisi bandimiz. Aristonlar mana ishlab turibdi. Bunisi hojatxonasi. Qiziqqan aka-ukalarga aka telefon nomerni ayting. 97lik 97lik kodi bilan 350 2002 raqamlarga bemalol aloqaga chiqinglar. Faqat yashab beradigan joyda ber. Zapchast do'konsi vobshe asal bo'ladi. Narxini 52 ming deymiz, yana ham kelishtiramiz.